Uni bir chumolidan Sulaymon alayhissalom so'rabdilar-da. 1 yillik yeydigan narsangning miqdori qancha? Qancha narsa bo'lsa sen 1 yil olmaysan desa, chumol aytgan ekan, bitta bug'doy bilan. Bitta bug'doy 1 yillik meni taomim. Sulaymon alayhissalom bitta bug'doy donasi. Sulaymon alayhissalom uni bir shisha idishga solib, bir bug'doy donasini solib, ustini bekitib ketibdilar. 1 yildan keyin ochib qarasalar, boyagi bug'doyni yarmini yegan ekanda chumol. Sen nima deding-ku? Bitta yeyman deding. Yarmini yebsan-ku desa, to'g'ri men o'z bitta yeyman. Lekin u men bitta yeyotgan paytda men rizqimni Alloh berardi. Sen to'g'ri payg'ambarsan, lekin baribir odamsan. O'shaning uchun esingdan chiqib qolsa nima bo'lar ekan deb tejab yarmini qoldirdim. Har ehtimolga qarshi. Chunki meni endi rizqim senga bog'lanib qolgan. Ya'ni oldin tashqarida bo'lganimda Alloh yetkazardi. Men bittani qo'rqmay yerdim, bilardim.